Nima bo'ldi? Allohning aytgani bo'ldi, birodar. Bugun boshimizga har qanday taqdir sinar ekan, biz nega bu jarohatdan rozi bo'lmasligimiz kerak? Bugun sevgilisidan, juft haloldan sinarayotgan do'stim, opa-singlim, taqdiringizga rozi bo'lib qo'ying. Bu taqdirda axir buyuk Alloh yozgan. Yillar o'tgandan keyin bilasiz, o'shanga uylanmaganingiz to'g'ri bo'lgan ekan. Yillar o'tgandan keyin bilasiz, o'shanga tegmaganingiz, o'shandan ajrashganingiz to'g'ri bo'lgan ekan. Agarda bu sinovlar bizni Allohga yetaklar ekan, biz nima uchun xursand bo'lmaylik? Yozgilar, bilay. Nima uchun xursand bo'lmaylik? Alhamdulillah.